Assalomu alaykum aziz kitobxon o'quvchilar. Bugun biz sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobimiz O'zbek xalq ertaklaridan Yarimta no'xat kitobini o'qishingizni tavsiya qilamiz. Bu kitob o'zbek xalqining og'zaki ijodini bitmas tuganmas tubsiz ummonga o'xshatish mumkin. Bu ummonga sho'ng'ir ekansiz, uchqur xayollar sizni qadim zamonlarga, devlar va parilar yashaydigan maskanlarga, hamisha yam-yashil vodiylarga, tilsimlarga to'la sahrolarga yetaklaydi. Bu ertaklarda soxta haqiqatlardan ko'ra million ulug', hamisha orzu-umidlardan tavallud topgan adolat yashaydi. Ushbu kitobni o'qishni istasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda sizlarni kutib qolamiz.